Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka siz qo'z granitsadan kelyapsizmi? Ha, granitsadan keldik mana. Akalar mana immigratsionni karta, endi hamma joyini ko'rsata olmaymiz. Aka, qanday borib keldingiz? Yaxshi, Xudoga shukr, tinch, yo'llar hamma tomon yaxshi, tinchgina o'tdik, bordik, Shopir akamizga rahmat. Yaxshi olib borib keldi. Aka siz qayerdan? Men Andijondanman. Siz nima deysiz mana? Biz ham yaxshi borib keldik. Shopirga rahmat. Olib bordi, olib keldi. Hamma yo'q zo'r. Kamchilik yo'q, muammo yo'q. Qiynalganingiz yo'q. Qiyinchilik yo'q. 1,5 sutkada keldik mana. Bu ham siz. Qaysi postga bordilaring? Biz O'zingizga? Ha. shu yerga borib keldik. Siz qayerdan aka? Andijondan. Siz qanday borib keldingiz? A'lo darajada, hammasi joy-joyida. Shopir akamizga rahmat. Shofir aka bitta narsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana restrga tushganlar bo'lsa bo'ladimi? Bo'ladi, borib kelyapti. Borib kelyaptimi? Kelyapti. Juda ko'pchilik aytadi, restrga tushganlar borsa bo'ladimi yoki mana qarangda. Biror marta militsiya ushlamaganu 5 yil, 4 yil bo'lgan biz dokument Rossiyani ichida yurgan. O'shalar borsa bo'ladimi? Bo'ladi. Militsiya ushlamagan bo'lsa bo'ldi. Men 4,5 yil yurgan kishini olib borib olib keldim. O'zim dachadan oldim. Syomkalar bilan chiqdi. Aytdim, uyga ketasizmi? Agar deb qo'ymasa ketaman. Ha. Aytdim, niyat yaxshi qilindim. Tushib bunday sut, bo't bir nima bo'lgan yo'q, bo'lgani yo'q. Aytdim, yemasa nimaga olib bordim u kishini? Samaraga. Samaraga olib borib, Muslim kafega syomkalarini qo'ydirib, o'zini jo'natib, qaytib kirib keldi. Xo'sh, xursand olib kelib qo'ydim nimaga? Moskvaga. Restrga tushganlar nima bo'lyapti aka? Restorga tushgan bir kishini olib borib olib keldim. Mana shu metro kotelniga kelganda kartasi ochildi. Agar shu kishini o'zi ham ko'rib qolsa nima qilsa, o'zi biladi. Olib borib kelyapsiz. Olib borib olib keldim. Olib borib olib keldim. Mana shu yerga kelib Sberbank kartasi ochildi. Akalar bilan kim restrga tushgan bo'lsa, granitsaga borib kelsalaring ochiladi. Ochilmasligi mumkin bir 5-10% odamniki, 100 tadan 5 ta 6 tasiniki ochilmasligi ham mumkin. Ochilmagan odamlar agar shu yaqindagi отделениеga, ya'niki MVDga, uchastkovoy, FMSga o'sha goribda borsalaring, zaявление olsalaring ochib beradi. Faqatgina kimlarnikini ochmaydi. Kasali bor, oldin patentga topshirib patentini ola olmaganlar, o'shalarniki ochilmaydi-da, to'g'risini aytamiz. Ayrim yuqumli kasal yoki shtarafi bor, davlatdan qarzi bor odamlar bo'lsa, o'shalarga patent berilmaydi. Bekorga avvara bo'lib borib, anaqa qilib yurmanglar, sizlarniki ochilmaydi. Faqat hech nima qonunni buzmagan, shunchaki avtomatik reyestrga tushib qolganlar bor-da, hech nima gunoh ish qilmagan, tushib qolgan, bez dokument yurib. O'sha odamlar granitsaga borib kelsa, avtomatik ochiladi. Agar ochilmay qolsa, MVDga borib zaявление olsangiz ochiladi. Aka, o'zingiz granitsa haqida nima deysiz? Masalan, mana nima tayyorgarligini ko'rib borsin. Havo sovuqmi, qanday? Ha endi kurtkani olib olish kerak, o'sha qish havosi. Havosi, akalar sovuqmi? Yo'q, normal qish havosi borsiz bo'ladi. Bundan sovuqroq-a? Bundan juda sovuq jisman. Ha. Endi bir xillar bor, litni kiyimchada kiyib boraman Moskva istig'ida. Men o'zim ham bo'lganda tushim ko'rib qolgan sovuq. Endi bu enasini yozmasa, qish hammasini o'zing biladi-yu, ustuvasini kiyib borasiz, конечно, sovuq. Javu darajali emas ham lekin. Yo'llarda to'xtab, shofir aka mana chekadiganlar bor endi, o'shalar Hamma yoq sharoit zo'r. to'xtayapti. To'xtayapti, sanchasi yeydimi, ovqat yeysizmi, sigaretmi, qizig'i yo'q. Dam olamiz, dam olasiz. Unaqa muammosi yo'q. Biz to'xtatib qo'ying, yo'q, qayerga borib to'xtaydigan muammo yo'q. Qayerda to'xtaymiz? Mayli to'xtaymiz, choy ichamiz, ovqatlanamiz. Keling, qayerga to'xtaymiz, to'xtaydi. Shu muammosi yo'q. Akalar, opalar qaranglar, mana shofir akamiz oddiy sizlarga o'xshagan odam. Birov aldab yoki pulini oladigan odam emas, mana ko'rib turibsiz. Lekin necha yoshdasiz? Men 46 kiraman. Qayerdansiz o'zingiz? Tojikistondan. Qayerdan? Xo'jandan. Moskva, Moskvadan uydan olasizmi borib? Uydan olamiz. Keyin olib kelgandan keyin metroga tashlaysiz, ha? Metroga mana keta oladiganlar mana hozir tog'oni men olib borib marshrutkаларga mindirib boraman. Metroda yura olmaydilar. O'zlari kelyotib, mana o'zlari turiblar, aytdilar, meni olib borib marshrutkamga mindirib borib metroni tushunmayman. Olib borib marshrutkаларga mindirib boraman. Qolganlarni metroga qo'yasiz. Ha, biladiganlar mana metroga o'tirib ketaveradi. Akalar, opalar, agar bormoqchi bo'lsalaring, borishda bizda kimdir bo'lganlar, uylaringdan oladi, kelishda metroga olib qo'yadi. Agar kimdir bilmasa, mana tog'am metro bilmaysiz-a? Bilmayman. Bilmaganliklari uchun tog'amni yetib qo'yar ekanlar, avtobus marshrutkaga.